Bilasizlarmi o'rtoqlar, aristokratlar go'shtni, tovuqni hech qanday qoshiq, vilka yoki po'choqlarda yemaydi. U hammasi safsata. O'zida kimdir yasash. Ular haqiqiy aristokrat emas. Uni mana bunaqa yeydi, qaranglar. Shunday yurib oladi. Dahshatligini qaranglar. Sosisni berib yuboringlar deb qo'yadi orada. Bunday qo'yadi. Dahshatli tovuq. Souslar bilan. Sousi zo'r ekan. Dahshat o'rtoqlar. Tovuqni shunaqa boshqacha qilib pishirish iloji bor ekan. Yeb ko'rsam. Toping kimni qo'lida? Oy men bo'lsa. Bugun hamma tabaka yeysan, hamma. Go tabaka.